Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Abu Bakr. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Somsax House kanali. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana bugungi hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabriklab qolamiz shu Somsax House kanali nomidan. Sizlarga bir show qilmoqchimiz. Akamiz Abdulaziz Qozi Somsax degan ismi to'g'ri keladi. Akamiz 5 kilo go'sht aytdi, 10 minutda dedi. 10 minutda. Abdulaziz akamiz 5 kilo go'shtni 10 minutda to'g'rab bering. Degan qopcha. Mana keyin Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdon podpischiklarimiz. Sizlar bilan Somsax House kanali. Sizlar Somsax House kanalida xush kelibsizlar. mana akamiz bugun nima qilib qoldi? Bellashuv qilib qoldi. Mana o'tgan safar piyoz nima qilgan akamiz ko'rib o'tasizlar, ko'rib o'tdilaring. O'tgan safar piyozni to'g'rab o'tdi, chesnimasini kommentda yozib qoldirdilaring. Mana bu safar akamiz go'shtni nima qildi? 10 minutda 5 kilo go'sht to'g'rab bering deb. Mana men shunga qaror qildim. 10 minutda qanday kilo go'sht to'g'rayman o'zimni bir sinab ko'raman. Mana sizlar ko'rib o'tsanglar videoni oxirigacha boxabar bo'lasizlar. Sekund olmasa ketdi mana. Ana to'g'ragan yo'qmiz. Biz bunday sekund demaydim, akamda qo'yib qo'yamiz. Endi ko'rib turib ishlashsin deb, gaz olsin deb yashirib qo'ymaymiz. Hozir mana azbatda boshlaymiz. Mana hozir ko'rib o'tganingizda xudo xolasa 5 minut, 10 minutda 20 minut deganda akam 20 minut vaqt uzoq olib ketadi aka. 20 minutda 20 kilo go'sht to'g'rayman dedi. O'shaning uchun 10 minutda 5 kilo go'sht to'g'rayman deb aytdim. Mana hozir bu yerda mana go'shtimiz mana tortilgan, ekovi 7 kilo go'sht ekan. Ekov 7 kilo go'sht mana. Hozir sizlarga ko'rsatib to'g'rab o'tamiz mana azbatda. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ney? Bitta 980 gram, bitta 950 gram, bitta 800 gram. 800 gramni hali kichikga qo'yasizlar, ikkita bo'lib yaqinda qo'yasiz. Kichkinaga qancha qo'yapsiz? Yarim kilo qo'yib turaylik. To'g'rimi? Ya bo'lyapti. Picha kesatib 50 gramni. 800 gram, 800 so'mga katta bo'lsa. Hammasi sanaqa maymun. Ana xohlasa bugun tandirimizga yangi spiral keldi. Qo'lda ehtiyot qiling, spor. Qo'lda ehtiyot qiling. Asliddin. Boshi, brat, boshi. Inshaalloh. Тебя крепкий, здоровый, брат. Bratan, Ha. to'g'ramang, yog' olgan qolasiz. Go'shtga teginmaysiz, keyin. Здесь можно, да? Da. Чуть подвигайся, пожалуйста. Вот туда, братан, сверху давай. Хорошо. Где свет? Туда. Mana asbatchilar doğrasa 2 minut bo'ldi. Bratan, нормально, nima o'zi unaqa qilyapsiz? Normalniku. Siz Oldu, tamam. Tamam, yakında qaytib oldim. Haligini aytgan. prostaligida Chetini eshitmanlari. to'g'ri, lekin o'zi anaqa bo'ladi-ku, shart o'ynagandan keyin shu haligi odam ganat qilish kerak-ku, ishlatib odamni. Shunaqa dars berib indamaysizlar, lekin mana sizlar ko'rib o'tyapsizlar qanaqa to'g'ralishni. Menimcha oldin kamera yo'qligida shuni o'zimiz so'rasak, menimcha bundan katta to'g'rardik. Akam o'zi biladi. Mana menimcha
2,5 kilo go'sht to'g'raldi. Necha minutdaligini bilmadim. 3 minutda. 3 minutda 2,5 kilo go'sht. Endi ehtiyot qiling. Burada mayda bo'yoqni yomon qaramang. Yo'q, men qo'lga qarayapman. Siz ko'zingiz tegmasin bilan. Somsa pishyaptimi? Mana asbatida shu sizlarni podpischilarimiz ichida agar somsa pastlar bo'lsa, kim necha muddat qancha go'sht to'ladi, kommentarda yozib qoldiringlar. O'shalar bilan bir bellashuv qilishimiz ham mumkin. Video olib tashlaymiz, biz video tashlaymiz. Mana challenge bo'ladi somsa pastlarga, mana agar bo'lsa, somsa pastlar ichida. Shu 10 minutda qani akamiz 5 kilo go'shtni qani men harakat qilib 7 kilo go'sht oldim 10 minutga. Yarimni to'g'radi mana 4,5 minutdan bo'lmadi. Akamiz yana 20 minut vaqt deganda 5 kiloga. Men aytdim akadan 20 minutda 20 kilo go'sht to'g'rayman desam, kulyapti-da. Mana asbatchilar go'shtimiz mana polni to'g'raldi. Akamiz hayratda. Gapiring biroq kameraga. Podpischilar uchun o'z tilagingizni, o'z fikringizni bildirib o'ting. O'zimning fikrim mashallah to'g'ralyapti. Ashchi go'sht moshni. Go'shtchi akalarga ham rahmat. Moshni go'sht jo'natishibdi. Necha minut vaqt aytib o'ting. Vaqt 5 minut 26 sekund bo'ldi. Mana xudo xohlasa 5 kilo go'sht to'g'raldi. 5 kiloga yaqin, hani 5 kilo bo'lmaydi. Biratan bu yerda 7 kilo, 2 kilodan kam qoldi go'sht. Men sizlar ko'p qoldi 2 kilodan. Ha. Bu. Mana shu 7 kilo go'sht borki 8 minut borsa, zo'r borsa. Buni ehtiyot qiling, mayli 7 minutda to'g'rang, buni ehtiyot qiling, ha, asbatchi. Hali video chiqarishga kerak bo'ladi. Chiqarishga keyinchalik ishlagani ham kerak-da bu qo'lda. Xudo xolasa Alloh biz bilan o'zi qo'llaydi. Salsa bunaqa nimalarni, shafaqlarni olib tashlayman asbatchilar. Tozalab. Vaqtingizni eslatib turing asbatchilarga. 6:27 27. Pichog'im qilich asbatchilar. Qilich bo'lganda ham Andijondan keltirilgan qilich. Hop 7 bo'ldimi? 7 bo'lgan yo'q hali. Mana asbatchilar men pichoqni o'tkirlasam, almashtirsam, lekin sekund to'xtatmayman, akamizga o'xshab. Men ham agar o'tgan safar 10 sekund, 11 sekund to'xtatmaganimda yutar ekanman asbatchilar. Lekin yutar, to'g'ri. O'tgan safar ham haligi nimada zuvalada ham yutardi, prosta unda ham nechesni qilgandi-da. Nechesini bo'lmas ekan, chesni bola bo'ylab. 2 marta nechesni qildi, yutkazdi. Bu 1 sekund to'xtatgan bo'lsa ham zato nomi to'xtatdi-ku. Nechi bo'ldi, brat? 7
7:45 bo'ldi. Mashallah bo'lsin. Mana brat. Qirq necha bo'ldi? 7:45. 8:07 bo'ldi. 10 bo'ldi. Mana asfaltchilar 8 minut 20 sekundda 7 kilo go'sht to'g'radi. Mana aka, ko'rib o'tdingizmi? Chestni, mashallah bo'lsin. Mana akamiz 5 kilo degandi, 20 minutda deb aytgandi. Endi men boboni qilichligini bilmasdim-da. Qo'ydoqlar mana des. Mana bratan o'zi yutgan o'zi tan oladi, bratan mana 7 kilo go'sht 8 sekundda 8 minutda 20 sekundda 7 kilo go'sht to'g'radim. Somsapazlarga vizir, agar somsapazlar bo'lsa qilib ko'rsatishi mumkin. Qanchada to'g'raydi, qancha go'sht mana qilib ko'rsatsa biz yana ular videosidan biz videoni solishtirib ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Agar videomiz yoqqan bo'lsa mana shundan iborat bo'ldi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, komment yozib qoldiring. Somsapazlar hamisha oldiga. Sizlar bilan Somsa House kanali bo'ldi. Uzoqdasizlar, qo'lim yetmaydi. Omon bo'linglar, bas. Boshcha bratanim.